Assalomu alaykum. Kanal 777 ni ashaddiy obunachilari. Tinchmisizlar, sog'misizlar, charchamayapsizlarmi? Shu bugun aynalib tabiat qo'ynida bir mehnat qilgani keldik-da, shu yerda ozgina qamich o'rib. Qamich bosadigan joylar bordi, shunga aynalib kelib bir ilindim sizlarga ham tabiat qo'ynidan. Shunaqangi bir toza bir havoda, bir toza bir tabiatda bir dam olganda, bir ishlaganda gashti bo'lishi bo'ladi. Paxtani ochilganini qaranglar. Shunaqangi bir zo'r. Shunaqa endi xudo xolasa videolar qo'yishda davom etamiz. Anchadan beri kanalimizga videolar yuklanmagan. Shuning uchun xudo xolasa harakatni boshladik. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Qo'llab-quvvatlashda to'xtamanglar. Ko'zlaringiz tolmasin ko'rishda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.